Bugun Birlashgan Arab Amirligida bizni futbolchilarimiz futbol o'ynar ekanlar. Bu shunchaki o'yin emas, bu yerda azizlar vatan sharafi turibdi. Yurt obro'si turibdi. Shuning uchun ular umid qilyapti bizdan shu duoyimizni qilib berishlikni duo qilaylik. Alloh taolo o'sha musobaqaga borayotgan futbol jamoasiga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Ilohim yurtimizni sha'nini butun dunyolarga tanitsinlar. Ilohim Alloh ularga kuch-quvvat bersin. Har bir qadamlarini Alloh o'tkir qilsin ilohim. Yurtimizni orqasidan mana shuncha xalqimiz duo qilyapti. Butun dunyoga bizni tanitishlikda Alloh madadkor bo'lsin. Ularni yomonliklardan, kasalliklardan, balolardan, yomon ko'zlardan Allohning o'zi saqlab, o'zi himoyasida qilib tursin. Allohim mana shu hojilarning duosini hurmatidan ularga g'alaba ato qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar.